Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lik yaxshimi? Hammalar. Mana bugun Baytullohga kelganmiz. Shu yerda to'y qilyapmiz, ziyoratdamiz. Kecha soati 11 hozir qashti yaqinlashyapti. Sirafil do'stim bilan birga kelganmiz mana. Ko'plarda duo talab bo'lgan ekan. Ustoz futbolist pensiyada shu kishi bir duo qilib beradi. Mana 74-maktab oblast miqyosida birinchilikni olibdi. Ilohim mana shu respublika miqyosida ham birinchi o'rinlarni olsin. Ilohim. Bir ustoz bir gapiryaping qani shogird futbolchilaringizga. Shogirdlar qandaysizlar? Eshitdik, respublikada birinchi o'rinda olibdilar. Sog' bo'linglar. Oblastda. Mana Kabatullohni tagida turibmiz, endi duo qilamiz. Bizlar ham futbol o'ynaganmiz. Doimo sog' bo'linglar, omon bo'linglar. O'zbekiston birinchiligini olib kelinglar. Shunga duo qilaveramiz. Mana Kabani tagidamiz. Kabani tagida ustoz futbolist hamda men shu yerda ana qilyapmiz, duo qilyapmiz. O'zbekistonda bo'lib turibgan buyog'i Yevropalardan yutuqlar Allohlar yo'llaring bersin. Yo'l bersin Alloh. Kabani tagida mana ikkimiz ustoz bir duo qilgan. Amin. Rabbana atina fid-dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban. Allohu akbar. Allohim sizlarga yo'l bersin. Yo'l bersin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.